Prezident haqida hazil qilmayman. To'ylardagi qimmat boshlovchi, sport sharhlovchisi va muvaffaqiyatli tadbirkor Davron Kabulov 39 yoshda. Bozorda olcha sotardik. Davron Kabulov Toshkent shahrida ishchilar oilasida dunyoga kelgan. Buvisining erta o'limi sabab uni bobosining tarbiyasiga berishgan. Boboga ermak bo'lgan nabira bolalikdan mehnat ko'rgangan. Yon qo'shnimiz boshqa millat vakili edi. U elchixonada ishlagani uchun tomorqasiga e'tibor bera olmasdi. Bobom rahmatli o'zimiznikiga qo'shib, qo'shnimizning bog'iga ham olcha daraxtini ekkandi. Har yili 13 tub olcha daraxtining mevalarini terib, bozorga olib borib sotardik. Bobom Sharq yo'lida jurnalini o'qishni yaxshi ko'rardi. Tokchalaridan gazeta, kitob va jurnallar arimasdi. Barcha bolalar singari men ham sho'x va o'yinqaroq bo'lganman. Baholarim faqat a'lo bo'lmasa ham ustozlarim bilan tez til topishib ketardim. Chunki tengdoshlarimga nisbatan fikrlarim ancha teran bo'lgan. Albatta, bunda bobomning hissasi katta bo'lgan, deydi Davron Kabulov. Davron Kabulov bolalikdan futbolchi bo'lishni orzu qilgan. Afsuski, kasallik sabab shifokor unga futbol o'ynashni man qilgan. Bolaligimdan san'atkor bo'laman deb niyat qilmaganman. Ammo esimni taniganimdan buyon futbolchi bo'lishni orzu qilardim. 14 yoshimda ko'kyo'tal kasaliga chalinganman. Shifokorlar 1 yilga qadar futbol o'ynashni va yugurishni taqiqlab qo'yishgan. Afsuski, cheklov davridan so'ng futbolni o'ynashga bo'lgan ishtiyoqim ancha sustlashgan. Ammo bu sport sharhlovchisi bo'lishimga katta hissa qo'shgan, deydi Davron Kabulov. Ko'pchilik Davron Kabulovni badavlat inson deb biladi, ammo uning oilasi ham qiyin moliyaviy kunlarni boshidan o'tkazgan. 1994-yil oilamiz uchun juda og'ir kechgan. Buvim vafot etgan. Oradan ko'p o'tmay uyimizda yong'in chiqib, bor budimiz alanga ichida qolgan. O'sha kunga qadar dadam tadbirkorlik bilan shug'ullanar edi. Birdan ishlari orqaga ketib, 140 ming AQSh dollari miqdorida qarzga botgan. O'sha paytda poytaxt markazi bo'lgan Oybek metrosi tomonidan 2-3 ming AQSh dollariga uy olsa bo'ladigan paytlar edi. Endi qarzning qanchalik katta ekanini tasavvur qilavering. Qarzni to'lash kerak deb o'zimni ko'p narsalardan cheklardim, deydi u. Davron Kabulov bilan suhbatlashgan inson uning ilmli inson ekanini darhol payqaydi. Boshqa hamkasblaridan farqli ravishda u kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Oliygohga ham grant asosida o'qishga qabul qilingan. O'zbek Milliy universitetining jurnalistika fakultetida tahsil olganman. O'qishga kirish uchun jiddiy tayyorgarlik ko'rganman. Oilamning moddiy ahvolini bilganim uchun agar kontrakt asosida o'qishga kirsam, o'qimayman deb o'zimga o'zim va'da bergandim. Shuning uchun imtihonga jiddiy tayyorgarlik ko'rganman. Oilamni qiyin vaziyatdan olib chiqaman degan qat'iy qarorim sabab eng yuqori ballni olib talaba bo'lganman, deydi Davron Kabulov. Davron Kabulov tasodifan sport sharhlovchisi bo'lgan haqida ham so'zlab berdi. A'lochi talaba bo'lmaganman, ammo o'z fikrimni aytishni, bahslashni yaxshi ko'rardim. 86 ta talaba o'tiradigan auditoriyada orqadagi o'rindiqda o'tirib, qo'shimchasiga 2 oyog'imning tagiga ham alohida stullar qo'yib qo'yardim. Bir kuni ustozimiz sport jurnalistikasi haqida mavzu o'tayotganda sharhlovchi Eldor Mustafoyev haqida gap ochgan. Tasodifan men futbolni undan yaxshiroq sharhlayman deb yuborganman. Qani, o'rningdan turchi, haqiqatdan ham futbolni yaxshi sharhlaysanmi degan. Ishonch bilan ha deganimdan keyin 2 kundan keyin televideniyega kelishimni tayinlagan. Keyin bilsam, u ustoz oliygohdan tashqari O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida ham ishlar ekan. Farhod Ro'ziyev rahbarning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlar ekan. Tezda yoniga sport bo'limi muharrirlarini chaqirib, bu bolaga bir tekst o'qitib ko'ringlar degan. Bolalikdan sportni kuzatganim uchun ular berayotgan savollar umuman qiyinchilik tug'dirmagan, deydi Davron Kabulov. Davron Kabulovning hayotida ham hammasi oson kechmagan. U radioga ishga olinmagan kunlarini kulib eslaydi. Oliygohda o'qiyotgan paytimda radio boshlovchilikka qiziqib qolganman. Poytaxt radiosiga ishga olishmagan. Ovozing yaxshi-ku, ammo talaffuzing xato deyishgan. Hatto qo'shimchasiga bu kamchilik bilan seni hech qayerga ishga olishmaydi deb yupatib ham qo'yishgan. Sport xabarlari redaksiyasiga ishga kirganimdan keyin
Diktorlar o'qigan qog'ozlarni uyga olib kelib, har kuni kechqurun matnlarni o'qishni mashq qilardim, deydi Davron Kabulov. Davron Kabulov avvaldan cho'rtkasar bo'lgani, jonli efirda o'ylamay gapirib yuborganlar uchun efirdan chetlatilgani haqida gapirib berdi. Futbolni bor yo'g'i 3 marta sharhlash baxtiga musharraf bo'lganman. Oxirgi jonli efirda qovun tushirganimdan keyin meni 3 oyga efirdan chetlatishgan. 2006-yildan to 2012-yilga qadar televideniyada ishladim. Million jamoasi tashkil etilganidan keyin bor e'tiborimni unga qaratishga qaror qilganman. Chunki televideniyadagi aytish mumkin bo'lmagan gaplarni aytmasligimga javob bera olmasdim, deydi Davron Kabulov. Davron Kabulov turmush qurishdan oldin 614 ta qizning nomzodini ko'rib chiqqan. U muhabbat qissalari ko'rsatuviga bergan intervyusida turmush o'rtog'i uning muxlisi bo'lgan haqida gapirgan. Afrus guruhining a'zosi Jamshidning to'yida bitta qiz dugonasi bilan rasmga tushsak bo'ladimi deb oldimga kelgan. Bizni rasmga olayotgan qizga sen ham tushib ol degan. Muxlisim bo'lganini to'ydan 4 oy o'tib aytgan. Men sezmaganman buni. Chunki uchrashgan paytlarimizda ham meni tanishiga ishonmaganman. Ayolimni 614 ta qiz ichidan tanlab olganman, deydi Davron Kabulov. $197,000 ziyon ko'rdim, ammo ortiq bilan qaytib keldi. 2023-yilda bir narsa ichimda yuk bo'lib qoldi. 3 ta proyektdan umumiy $197,000 ziyon ko'rdim. Kim uchundir katta, kimgadir kichik summa. Men summaga qayg'urmadim. 3 ta biznes loyiham ketma-ket o'xshamagandan siqildim. Bir kuni bomdoddan keyin o'ylab o'tirdim. Senda o'zi bu pul bormidi? Tug'ilganimda tug'ruqxonada berib yuborishganmidi? Alloh berdi. O'zi olib qo'yishi mumkin emasmi? U vaqtinchalik olgan bo'lishi mumkin emasmi? Agar sening topish tutishingda harom yo'l bilan kirgani bo'lganida, pul ko'rinishda chiqib ketayotganidan sen xursand bo'lishing kerak emasmi? Joning bilan chiqib ketganida, yaqinlaringga ziyon bo'lib chiqqanida nima bo'lardi? Agar u puling halol bo'lsa, nimadan qayg'urasan? Shunday deb ichimdan qo'yib yubordim. 6 oy oldin $255,000 ga bir obyekt olgandim. 20,000 xarajati bor edi. Keyin 672,000 ga sotdim. Sof foyda $397,000 ni tashkil qildi. $200,000 foydasi bilan. Bu voqea menga pulli masalada juda jon kuydirib yubormaslikni o'rgatdi, deydi Davron Kabulov.